Assalomu alaykum. Alaykum. Voy. Sizni qo'lingiz men oyog'imda o'tgan, nima yapsiz? Qanday men ham sizga o'xshab semirib bir bo'yim uzun bir baquvvat bo'lsam nima qilishim Ovqat kerak? qo'yish kerak. Aka yeyapman. Ha. Filni yeyapman. Foydasi nima? Bittasi yeyish kerak. Keyin uylanganda xotin umr deydi deb eshitdim, shunday. Может? Kayfiyat zo'rmi aka? Ha? Nima yangiliklar o'zi hayotda? Yangilik ko'p, lekin Qachon yo'q. to'y? Qachon to'y? Uylanib bo'lganmi? Yangam ismi nima? Qumar. Cho'cha Qumar. Tez bu odamni jilovini oling. Cho'ta rul sekin chapga qayrilyapti. Shuni to'g'riga qilib qo'yamiz endi. Iltimos uyga tezroq qayta qo'yish. Qayerda ketib qolding? Yo'q. Ha. Toshkentda o'qiyapti. Voh. Sharsharat yaratib beribsiz. Ha. Malada, вот mujik-da, mujik akam. Aka, men hozir necha yoshsiz? 28. 28. Necha yoshda uylandingiz? 22. Nima deb o'ylaysiz? Shoshdingizmi yoki vaqtimida yo undan ham vaqtli uylanish kerakmidi? Zerikdim, uylan. Men ham shukrlar darasiz yerikyapman-da. Ha, uylan unda. Keyin afsuslanmayman. Taqdir. Xudodan yozgan. Siz o'zingizdan kelib chiqmaydi. Ja ochiqchasiga mas'ul. Qiynalgan bo'lsangiz, sekin o'ng qo'lingizni ko'tarsangiz chuv olaman. Gap yo'q. Aka, men savolim bor-da sizga. Siz gaplashib chiqaman.